Men yuqorida sanab o'tilgan yulduzlardan ko'ra shu yigitni, aynan Ronaldinoni haqiqiy braziliyalik, o'ta braziliyalik yulduz deya olaman. Braziliya futboli deganda ko'proq mana shu yigitni tushunishimiz shart deyaveraman. Chunki Rivaldoning o'yin uslubi qaysidir mamlakatda ulg'aygan yigitda shakllanishi mumkindir. Ronaldoning galiadorligi ham tom ma'noda braziliyaliklarning o'zlariga xos bo'lgan jihat emas. Roberto Carlosning zarbalari siri ham Copacabana plyajlarining qumliklariga yashirinmagan. Boshqa joyda ham topilib qolishi mumkin bo'lgan yodgorliklar sirasiga kiradi. Lekin Ronaldinyoning maydondagi o'yini, xatti-harakati, gol urishi, fintlari va hattoki to'psiz turishlari ham Braziliya futbolining milliy ifodasidir. Bu fe'lni, bu fitratni faqat o'sha diyor yetishtirib chiqaradi. Boshqa mamlakatda bu kabi elastik harakatlar muallifi bo'lib chiqish imkonsiz. Ronaldinyo yuqori formada naravosi 5 yil o'ynadi. Biroq ana shu 5 yil ichida u yashil maydonda raqsga tushdi. Haligacha Muhammad Alining 10-raundda raqibi butunlay holdan toygan paytda raqsga tushib yurganiga hayron qolishadi. Ronaldinyo ham futboldagi shunday o'yinchi edi. U futbolchi emasdi, o'yinchi edi. Haligacha yechilmagan bir muammo saqlanib qolgan. Ronaldinyo dunyoning eng yaxshi futbolchisi bo'lib turgan paytlari Barselonani tark etdi va Messi atalmish dahoga o'z taqdirini bo'shatib ketdi.